Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salamu ala rasulillah, Muhammadin va ala alihi va sahbihi va man valah va ba'd. Alloh taolaning madadi bilan arab tili darslarimizning navbatdagi sonini boshlaymiz. Bu darsimizda inshaalloh Mabda Qiroat kitobining 37-darslarini o'rganib chiqamiz. Ayna taqiyatuka? Ayna taqiyatuka? Do'pping qayerda? Hati rabtata unuqi al-jadidata. Hati rabtata unuqi al-jadidata. Yangi bo'yinbog'imni, yangi galstugimni ber. Hati khuffi. Hati khuffi. Mahsimni ber. Ayna farwati ya ukhti. Ayna farwati ya ukhti. Opa, po'stinim qayerda? Yoki o'sha mo'ynali qishki kiyimim qayerda? Ilbas jurmuqaka. Ilbas jurmuqaka. Kalishingni kiy. Saqata zirru qamisi. Saqata zirru qamisi. Saqata zirru qamisi. Ko'ylagimni tugmasi tushdi. Mana arab tilida suqutunni tushish ma'nosi ham bor, yiqilish ma'nosi ham bor. Bizni o'zbek tilida tushish boshqa narsa, yiqilish boshqa narsa. Ikkalasi alohida ishlatiladi. Lekin ba'zi boshqa bir tillarda tushish hamda yiqilish bir-biriga bitta so'z ishlatiladi ba'zi boshqa nimalarda. Adashmasam tojikchada ham shunaqa bo'lsa kerak. Hop. Mahmudun yazurru sudratahu. Mahmudun yazurru sudratahu. Mahmud kamzulining tugmasini o'tkazyapti. Zurra qamisaka. Zurra qamisaka. Kamzulingning tugmasini o'tkaz. Bu buyruq fe'l. Zarrun masdarini o'tgan zamoni hozircha o'tmadi. Yazurru hozirgi va kelasi zamoni, zurra esa buyruq fe'li. La tulawwith libasaka abadan. La tulawwith libasaka abadan. Libosingni aslo kir qilma. Nazzif libasaka. Nazzif libasaka. Libosingni tozala. Hadhihi at-taqiyatu akbaru min tilka. Hadhihi at-taqiyatu akbaru min tilka. Bu do'ppi ana unisidan kattaroq. Khuffuka aghla min khuffi. Khuffuka aghla min khuffi. Sening mahsing mening mahsimdan qimmatroq. Taqiyatuka arkhasu min taqiyati. Taqiyatuka arkhasu min taqiyati. To'g'ri, mahsing qimmat bo'lishi mumkin, lekin do'pping menikidan arzonroq. Sening do'pping mening do'ppimdan arzonroq. Ayna taqiyatuka al-jadidatu fil bayti. Ayna taqiyatuka al-jadidatu fil bayti. Yangi do'pping qayerda? Uyda. Lima la talbasuha? Albasuha indama adhhabu ila al-madrasati. Lima la talbasuha? Albasuha indama adhhabu ila al-madrasati. Nega uni kiymaysan? Maktabga borganimda kiyaman. Hal akhadhta mandilaka yabni? Hal akhadhta mandilaka yabni? Dastro'molingni oldingmi ey o'g'lim? Na'am akhadhtuhu. Na'am akhadhtuhu. Ha, oldim. Ayna huwa? Fi jaybi. Ayna huwa? Fi jaybi. Qayerda u? Cho'ntagimda. Ilbasi aba'ataki al-jadidata ya Aishatu nadhhab ila al-madrasati. Ilbasi aba'ataki al-jadidata ya Aishatu nadhhab ila al-madrasati. Sam'an wa ta'atan ya ukhti. Sam'an wa ta'atan ya ukhti. Ey Oysha, yangi plashingni kiy, maktabga boramiz. Mana bu yerda nadhhab fe'lini oxiriga e'tibor beringlar. Oxiri sukunli bo'lib kelyapti. Nega? Chunki ilbasi buyruq fe'lidan keyin kelgani uchun.
Sam'an va ta'atan ya ukhti, bosh ustiga ey opam. هذه الفروة رخيصة وتلك غالية. هذه الفروة رخيصة وتلك غالية. Bu mo'ynali kiyim, bu po'stin arzon, ana unisi esa qimmat. İlbas imamataka eyyuhal muazzinu. İlbas imamataka eyyuhal muazzinu. Ey muazzin, sallayni kiy. Ayna hizai ya ummi. Ayna hizai ya ummi. Oyoq kiyimim qayerda ey onam? Da' mandilaka fi jaybik. Da' mandilaka fi jaybik. Dast ro'molingni cho'ntagingga qo'y. Al-imamatu yalbasuha a'immatul masajidi wal mu'adhdhinun. Al-imamatu yalbasuha a'immatul masajidi wal mu'adhdhinun. Sallani masjid imomlari va muazzinlar kiyadilar. Urvatu qamisi saghiratun. Urvatu qamisi saghiratun. Kiyimimning tugma kiradigan halqasi kichikdir. Yaqatu qamisi kabiratun va yaqatu qamisika saghiratun. Yaqatu qamisi kabiratun va yaqatu qamisika saghiratun. Mening ko'ylagimning yoqasi katta, seni ko'ylagingning yoqasi kichkina. Matnimiz tugadi. Shu bilan bugungi darsimizga ham yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk.